Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidanman. Hurmatli vatandoshlar, men kambag'alman, men qo'shshoqman loyihaning asoschisiman. Bu loyiha O'zbekiston Respublikasining har bir vatandoshimiz, yurtdoshimiz nafaqaga chiqqanlarning eng kam pensiyasi 4 milliondan kam bo'lmasligi to'g'risidagi bu loyiha. Mana endi bugun hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyon qonunidan boshlaymiz. Hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyon qonunida 1-moddasida O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb qabul qilinganmiz. Buni referendumda tasdiqlaganmiz, bormasak ham. Xo'sh, endi shu yangi tahrirda yozilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyon qonunining 46-moddasida qarang, har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisining yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarga da ijtimoiy ta'minot huquqiga ega degan. Qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab eshitingizlar, hurmatli vatandoshlar. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyon qonunining 46-moddasini yaxshilab o'qingizlar. Qarang, shu yerda yozyapti. Qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yibdi, hurmatli. Bu Konstitutsiyon qonunida referendumda biz buni tasdiqlangan. Bu qonun eng ustuvor qonun hisoblanadi, hurmatli vatandoshlar. Bu qonunga O'zbekistonda hamma bo'ysunishi kerak. Hech kim qolmasligi kerak. Bu referendumda tasdiqlangan. Ijtimoiy, qarang, eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas deyapti. Tushunyapsizmi? Mumkin emas deyapti. Konstitutsiyon qonunida belgilab qo'yibdi. Demak, hozir Akmal Norqobilov 2025-yil noyabr oyidan beri iste'mol savatchasining 80% hisobida 4 milliondan kam bo'lmasligi to'g'risida murojaat qilib kelayotganim mana shu asosda bo'ldi. Men bu vaqtgacha indamay keldim. Mana menim shu muxlis ko'rayotgan odamlarim, ko'rayotgan, mana shu like bosayotgan odamlar, mana shuni yaxshilab o'qingizlar, hurmatli vatandoshlar. Bu bekarga yozilmagan. Qarang, eng kam iste'mol xarajatlardan oz bo'lishi mumkin emas deyapti. Bu degani tasavvur qiling, O'zbekiston Respublikasida nafaqaga chiqqanlar hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Hech nimadan kam bo'lmaslik kerak. Ortiqcha puli bo'lishi kerak ularning. Mana sizlarga aytib kelayotgan, gapirib kelayotganlarimda mana sizlarga hozir endi Konstitutsiyon qonun bilan hozir tushuntiryapman. Iste'mol savatchasiga asoslangan holda 4 milliondan hisoblanish kerak, hurmatli vatandoshlar. Tasavvur qiling. iste'mol savatchasining 80% hisobida deyapman.
Hali 100% deb hisoblamayapman. 100%dan ham boshlaymiz, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, boshimiz omon bo'lsa bo'ldi. Alloh o'zi madadkor bo'lsin hammamizga. Mana Konstitutsiya qonunda mana shu narsani mana bugun ochiqlab boshladim. Qarang, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun. Bu degani qarang 8 oydan bo'lyapti, 8 oydan beri. Bu to'xtash bo'lmaydi, hurmatli vatandoshlar. Qo'rqadigan yagona Alloh. Allohdan qo'rqamiz. Qolgan hech nimadan qo'rqmasligimiz kerak. Mana qonun bizda belgilab ko'rsatib qo'yibdi, hurmatli vatandoshlar. Buni to'xtatmay gapiraveramiz. Nimaga uchun mana shu narsalar e'tiborga olinmayapti? Sababi O'zbekistonda muxolifat kayfiyatidagi odamlar kamayib ketib, qo'rqoqlik kayfiyatida odamlar ko'payib ketganining evaziga bo'lyapti, hurmatli vatandoshlar. Siz bilan bizning qo'rqoqligimizning foydalanyapti. Ko'ryapsizmi? Mana O'zbekiston Respublika Konstitutsiya qonunining yangi tahrirdagisini olib o'qib ko'ringlar. Kitobini agar mana bu eski tahrirdagida 39-moddasida ko'rsatilgan. 39-moddasida ko'rsatilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya qonunida 46-moddasida ko'rsatib qo'yibdi. Iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas deyapti. Demak, bizda tirik murda senatorlardan, tirik murda deputatlardan, parlament deputatlaridan, tirik murda 5 ta siyosiy partiyalardan talab qilishga haqqimiz bor. Bu bir. Ikkinchisini aytaymi, hurmatli vatandoshlar? Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya sud ishlamaydi. Ular ham shu tirik murdalar safida. Otib tashlasang, otib tasha. Chiqarib. Repressiya boshladik. 37-yil 4-oktyabr qaytib kelyapti deganda qonun chiqaringlar, qaror chiqaringlarda chiqarib otinglar hammani. Qolmasin O'zbekistonda odam. Senlar bizni haqimizni talab qilyapsan deb. Biz haqimizni talab qilyapmiz. Mana ko'ryapsizmi, nimaga uchun men mana shu 7 oydan ortiq, 8 oydan beri nimaga uchun iste'mol savatchasidan kam bo'lmaslik kerak deb talab qilib keldim. Talab qilyapman, qilaman ham. Bundan keyin ham to'xtash bo'lmaydi. Hali kelgan O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya sud ishlamaydi. Tirik murda ular. Qip-qizil tirik murda. Bu sudda ishlatadigan yagona yo'li hozir men sizlarga o'rtaga tashlayman. Buni muhokama qilishimiz kerak. Muxolifat kayfiyatiga o'tyapmizmi? Ertaga kunda Konstitutsiya qonun ishlashi uchun Konstitutsiya sudning qiladigan ishini belgilab borishimiz kerak. Mana hozir aytaman. Men o'zimning gapimda, haligimda qonunda belgilangan taklif va istaklarni o'rtaga tashlayman. Hurmatli vatandoshlar, 35-36 yildan beri bizda O'zbekistonda Konstitutsiya sud ishlamadi. Qolaversa bir marta men Konstitutsiya sudga 1-2 marta telefon qilib so'raganman, sizlarga ham murojaat qilsak bo'ladimi deganimda, bizga murojaat qilib o'tirmang, biz o'nday ishlarni ko'rmaymiz degan. Mana ko'rmaymansanmi? Ko'rmasang ko'rma, tirik murdalar. Men senlardan qo'rqadigan joyim yo'q. Men chiqyapman, bitta o'zimning manfaatimni o'ylatganim yo'q. 35 yildan beri xalqni, pensionerlarni xo'rlab keldi. Xorlab kelganlardan talab qilyapman. Qarang, O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya sudning ishlatadigan yagona yo'lini taklifini o'rtaga tashlayman. Bu narsani juda kerak bo'ladi. Ertaga muxolifat albatta uyg'onadi. Tegirmonda toshi orqaga hech qachon qaytmagan, oldinga qarab ketgan. O'zbekiston Respublika Konstitutsiya sudning sudyalarini har bir viloyatdan bittadan odam saylanish kerak. Shu viloyatning xalqi saylanish kerak. Xalqning o'zi saylash kerak. Konstitutsiya sudga sudyalik qilaman degan odamda
siyosiy partiyalar ham nomzodini ko'rsatmaslik kerak. Xohlagan odam ko'rsatishi mumkin sudyalikka. Cho'ponmi, huquqshunosmi, agronommi, injenermi, kim bo'lishidan qat'iy nazar palagi toza odam o'zini nomzodini o'zi ko'rsatib, saylov komissiyasining viloyat bo'yicha boshqarmasiga murojaat qilib chiqish kerak. Saylovda qarang, Konstitutsiyon sudning sudyalarini xalq saylash kerak. Hamma viloyatdan bittadan saylanib, respublika bo'yicha shu sudyalar saylangan sudyalarda hammasi o'tirib olib, bir xonaga kirib, yopiq o'zlarining yopiq holda Konstitutsiyon sudning raisini saylash kerak. Shu saylanish kerak. O saylangan Konstitutsiyon sudning raisi bir yilga har yili saylanish kerak. Agar Konstitutsiyon a'zolari, sud a'zolari keyingi yilga ham qolsin desa, o'zlari belgilash kerak. Uni na prezident, na parlament, na senat tasdiqlash kerak. Uni xalq sayladimi, xalqning nomidan ular ish tutadigan darajada bo'lish kerak. Ana shunda O'zbekistonda qonunlar ustuvorligi ta'minlanib boriladi. Xalqni ham kerak bo'lsa prokurorning ustidan, oliy sudning raisining ustidan kimni xohlasa Konstitutsiyon sudga murojaat qilishga haqqi bo'ladi. Kerak bo'lsa farmonlarda ham, qarorlarda ham ustidan xato, kamchilik bo'ladigan bo'lsa Konstitutsiyon sudga murojaat qilinib, ular bekor bo'lib ketadigan darajadagi sudlar bo'lish kerak, Konstitutsiyon sudlari. Hurmatli vatandoshlar, bu bejazga gapirilayotgani yo'q. Men o'rtaga tashlayapman, sizlar ham o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringizlar. Qarz ikkita qo'ldan chiqadi, bir qo'ldan chiqmaydi, hurmatli vatandoshlar. Qarz ikki qo'ldan chiqqan. Mana o degani misolda hozir mana shu gapni Konstitutsiyon sudning sudyalarini qanday yo'lga tushirishdan o'rtaga tashlayapman. Sizlar ham o'rtaga tashangizlarki, Konstitutsiyon sud ishlash kerak, hurmatli vatandoshlar. Mертва 35-36 yildan beri o'lib yotgan sudni tartibga keltirib yo'lga tushirishimiz kerak. Uni faqatgina kim qiladi? Muxolifat kayfiyatidagi insonlar qiladi. Kelajak uchun buni qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Avlodga biz haqiqiy huquqiy davlatning usti, yer usti boyliklarini omonatda kelajakka tayyorlab berishimiz kerak. Kelajak ham shularni kelajak uchun davom etib ketadi. Mana ko'ryapsizmi? Mana o'rtaga tashladim, hurmatli vatandoshlar. Sizlar ham o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringizlar. Bizda O'zbekistondagi nafaqalarga qilingan qarorlar, qonunlar umuman Konstitutsiyon qonuniga to'g'ri kelmaydi. Faqatgina organda kuch ishlatar tuzilmada ishlaganlardagi oddiy kallasiday oddiy xalqniki bo'lsa 5 battar bu yotibdi. Xalq qiynalyapti. Teng huquqli davlatmizmi? Ijtimoiy teng huquqli davlatmizmi? Hammani teng bo'lish kerak. Mana kecha Sanjar Xo'ja degan ukamiz men o'zi tayyorlayotdim. Gollandiyadagi pensionerlarni to'g'risidagi o'zi sekin Yevropadagi pensionerlardan qanchadan pensiya olayotganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ib boryotdim. Buni bir programma qilib chiqaraman, xalqimga ochiqlayman deyotdim. Mana kuni kecha Sanjar Xo'ja ukamiz O'zbekiston yurti, mana shu yerda ota-onasining kunda qoni to'kilgan yigit batafsil Gollandiyadagi pensionerlarning pensiyasini ochiqlab berdi. Ko'ringlar, o'zining programmasida Sanjar Xo'ja deb yozsalaringiz YouTube'da chiqadi, kanalda. Chiqinglar, ko'ringlar. Bu kerak narsa, hurmatli vatandoshlar. Men o'zim ham tayyorlayotdim. Endi baribir o'to'g'risida chiqaman. Yaxshilab chiqish qilaman. Yevropa davlatlaridagi mana kapitalistik rivojlanayotgan Yevropa, Yevrosoyuzda, Janubiy Koreyada
Yaponiyadagi pensionerlarning pensiyasi to'g'risida batafsil chiqish qilaman dedim. Rahmat shu ukamizga, tarbiyalagan ota-onasiga ham, tarbiyalagan o'qituvchisiga ham rahmat. Kattadan katta rahmatlarimni aytaman. O shu yigit chiqish qildi. Amaliga kelgan men ham tayyorlab kelayotgandim. Rahmat shu yigitga. Davom ettiraveramiz. Hurmatli vatandoshlar, uni mana Konstitutsiyon qonunda belgilab qo'yilganini mana sizlarga ochiqladim, hurmatli vatandoshlar. Oldingi chiqishlarimda ham ko'p odamlar yaxshi izoh, yaxshi ma'noli, mazmunli yozib, qilyapti, o'z fikrini o'rtaga tashlayapti. Rahmat shu odamlarni, shu ota-onasini tarbiyalagan ota-onasiga, tarbiyalagan o'qituvchilariga rahmatlarimni men ham cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Inson hayotda yashasangiz, hurmatli vatandoshlar, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar faqat haqiqatni oldinga gapiringki, sizga million odam rahmat aytmasa ham bitta odam tarbiyalagan ota-onangizga rahmat desa, buning savobining tagi ham, tubi ham yo'q, hurmatli vatandoshlar. Hurmatli vatandoshlar, mana qisqa qilib chiqish qilyapman. 16 minut, 19 minut qilib chiqish qilyapman. Qisqa qilib. Va mana sizlarga bugungi chiqishimda Konstitutsiyon qonunda olinglar, o'qinglar, izlanishni yo'lida yuringlar. Davr o'zgaryapti, hurmatli vatandoshlar. Epshteynga to'nqayganlar, anaga otindin nimaydi, anaga shaytonning pastdagi massad deganlari, ularga itday xizmat qilganlarni kuni bityapti, hurmatli vatandoshlar. Alloh o'zi yo'lga solyapti ularni. Ko'ryapsizlar, mana Amerikaning Epsteyni ham rasvosi chiqib yotdi, qayerga yurishini bilmay qoldi. Yevropa davlatlari ham bitib tartishadi. Hammasi bitib jirqib tashadi. Bitta yolg'iz qolib ana shunday qolaveradi. Mana Rossiyani, Putin ham shu yetib qoldi. Mana armanlar alga yutib chiqib ketdi. Malades. Shu Pashinyanning o'ziga kelgan ona qo'llab-quvvatlagan arman xalqiga ham rahmatlar aytishimiz kerak. Biz shulardan o'rnak olishimiz kerak. Mana Ukrainalar ham qaytmayapti. Hech nimadan qaytmayapti. 4 yil, 5-yil ketyapti urushda. 5-yil ketyapti. To'xtatgan yo'q. Bular bo'lsa shapatlab chovib yuribdi hali. Hali kuni bitadi uni. O'zi mana Qrimda ham o'tkazdirmay qo'yapti. Ana yeyishga, ichishga hamma taraflama juda chiroyli qilib bo'g'izlab olib boryapti. Rahmat shu Ukraina xalqiga. Kim nima desa deyaversin. Bu ham yetmaganda Eron xalqiga ham rahmat. Malades, Qur'on bilan sindirilgan xalqi, Qur'on bilan singdirilgan. Allohning amri ila Qur'on bilan sindirilgan xalq hech nimadan qaytmayapti. Urush deyapti. Eng qudratli davlatman degan Amerika ham qayerga yurishini bilmay qoldi. Isroilni qo'llaymi, Erondan oqlaymi, nima qilishini bilmay qoldi. Unga u yetmaganday arablar ham yo'lini topolmay qoldi. Otamiz qayerda deb yotibdi arablar. Seni otang arablarning otasi bilib qo'y, Alloh, Qur'on. Amerika emas, musulmon xalqi, musulmon davlati, musulmon xalqi. Ana shu otang bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, mana chiqish qildik. Mana dunyoviy ondan ham ozgina gapirmasak bo'lmaydi. Qo'ri bir narsani aylantirib yorsak ham yaxshi emas. Izohlarni yozingizlar, chiroyligina qilib, mazmunli qilib yozingizlar, qo'rqish bo'lmasin. Muxolifat kayfiyatidagi odamlar ko'paysin. Sekin boraverayliqani qarz ikki qo'ldan chiqib boraveradi. Xalqimiz birikib boraveradi. Mana armanlar birikanda o'zbek xalqi birkalmaydi. Birkamiz, hurmatli vatandoshlar. Faqatgina qo'rquvdan qochishimiz kerak. Qo'rqmang, haqiqatni gapiring, birovni haqoratlamang. Hurmatli vatandoshlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zlaringizni fikr izohlaringizni yozingizlar. Bu fikr izohlaringiz yana chiqishlarimizda ma'noli, mazmunli gapirayotganlarni qo'llab-quvvatlab ketaveradi. Sizlarning ham onglaringiz oshib ketaveradi. Ilmlaringiz oshib ketaveradi, hurmatli vatandoshlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Alloh yurtimizda shaytonning
erkak urg'ashdan o'zi asrasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.